Azizlarim, bilasizlarmi? Bugun yana sizga farzand tarbiyasi haqida gapirib o'tmoqchiman. Ya'ni farzandingiz baxtli, omadli va albatta kelajakda sizni qattiq hurmat qiladigan, xursand qiladigan, muvaffaqiyatli, omadli bo'lishni xohlasangiz, shunga amal qiling. Shu bugundan boshlab bolangizga kamida 3 ta eng yaxshi gap so'zlarni ayting. Va albatta uni ko'p tinglang. Umuman maslahat bermang. Bola o'zini ichidagini gapirib chiqarvasin. Onasi uni tinglayotganini, uni yaxshi ko'rishini his qilsin. Va albatta uni muvaffaqiyatini bayram qiling. Unga shunaqa darajada erkinlik, ozodlik bering o'sha paytda. Va albatta farzandingizni ko'p quchoqlang, bag'ringizga bosing. Va albatta shu so'zlarni ko'p takrorlashdan charchamang. Sen menga keraksan. Tamom. Shuni o'zi farzandingizni baxtli, omadli va albatta katta bo'lganda eng zo'r yutuqlarga erisha oladigan, o'ziga yuqori